Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Hindiston ziyarati jarayonida mudofaa hamkorligi va Xitoyga o'rta qarshi turish qatorliq temalarning muzokara qilinishi mo'ljallanmoqda. Modi bilan Putin 2014 yildan boshlab 19 qitim ko'rishgan bo'lib, mo'ljallanishicha bugun o'tkaziladigan boshliqlar yig'inida davlat mudofaa sanoati, texnika va savdo qatorliq kelishimlar, shundaqla ikki davlatning qurolli kuchlarining orqa ta'minoti qo'llash kelishimi imzolandi ekan. İsrailiya Tashqi axborot idorasi Mossadning boshlig'i David Barnea Washingtonga berib, Eronning yadro planiga oid eng yangi uchurlarni ta'minladi hamda Israiliyaning Tehronga qaratgan jazosini kuchaytirish talabini yetkazdi. Barnea Amerikani ziyorat qilganda Eronning yadro programmasiga oid eng yangi uchurlarni ta'minlaydiganligini e'lon qildi. Amerika amaldorlari Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishga tayyorlik qilayotganligini o'tirg'a qo'ygandan keyin Rossiyaning Washingtondagi bosh elchixonasi bayonot e'lon qildi. Bayonotda Rossiyaning har qanday bir davlatga tahdid elib kelmaydiganligi va o'zining chegarasiga askar o'rnashtirishining egilik huquq ekanligini ta'kidladi. Azerbaycan işğaliyyatdan azad qilingan rayonlarning mina xaritasining bedeliga Kelbajarda asirga olgan 10 Ermeniya askarini Armeniyaga topshirib berdi. Anadolu Jet İstanbul Sabiha Göçen aerodromidan Ukrainaning Odessaga yangi aviasiya liniyasi ochdi. İstanbuldan Odessaga boradigan tunji navbatchi aeroplan 12 oyning 16 kuni uchadi. Eron taratqullari Isfahandagi Nataz yadro aslahalari atrofida portlash yuz berganligini e'lon qildi. Eron davlatlik televiziya stansiyasi boshqarilgan bombaning havo mudofaa sistemasining mumkin bo'lgan hujumga bo'lgan inkosini o'lchash uchun ma'naviy maqsadda etilganligini e'lon qildi. Milyonlagan Sharqi Turkiston musulmonlarini namoz o'qiganligi va ro'za tutganlik sababidan jazo lagerlariga qamgan Beijing hukumati endi assimilyatsiya siyosatini yo'shirishga urinishning hojati yo'qligini oshkorladi. Xitoy raisi Xi Jinpingning bayonotida bu davlatdagi dinlarning xitoychilashtirish va assimilyatsiya qilishga buyurdi. Xi Jinping Beijingda o'tkazilgan diniy ishlar xizmat yig'inida so'z qilib mundaq dedi: "Biz dinni xitoylashtirish bilan bir vaqtda partiya va hukumat atrofidagi cho'ng diniy ommani ittifoqlashtirib, unumli va sog'lom diniy munosabat o'rnatishimiz kerak.